Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning ongiga milliy qadriyatlarni chuqur singdirish muhim sanaladi. Termiz shahrida o'quvchi yoshlarni amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik tuyg'usini kuchaytirish hamda harbiylik kasbiga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish maqsadida Turon yo'lbarslari harbiy sport musobaqasi tashkil etildi. Ta'kidlash joizki, musobaqa ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Prezident, ijod, sport ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarning vatan tayanchi otryad a'zolari o'rtasida ilk marotaba o'tkazilmoqda. Musobaqa davomida ishtirokchi jamoalar safda yurish va saf elementlarini bajarish, saf qo'shig'ini ijro etish, o'quv qurolini qismlarga ajratish va yig'ish, mohir mergan, kamondan o'q otish, 20 metr masofaga arqondan o'tish, umumqo'shin himoya vositalarini kiyish, turnikda tortilish, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish kabi shartlarda jismoniy imkoniyatlarni sinab ko'rishdi. Temir tuzuklari bilimdoni shartida esa ma'naviy ma'rifiy bilimlarini namoyon etishdi. Biz bu musobaqa uchun darslardan tashqarida alohida tayyorgarlik ko'rdik. Hozirda barcha jamoalar 9 ta shart bo'yicha o'z kuchlarini sinovdan o'tkazishmoqda. Shu jumladan men barcha jamoalarga, o'zimning jamoamga omad tilab qolaman. Bu harbiy musobaqa bo'lishiga qaramay, biz ham o'g'il bolalar qatori kelib Sho'rchi tumanidan ishtirok etyapmiz va musobaqa jarayonlari juda qiziqarli bo'lyapti. Hammamiz albatta g'olib bo'lamiz deb kelganmiz va hammaga omad tilayman. Biz Turon yo'lbarslari musobaqasiga Qiziruq tumani ixtisoslashtirilgan maktabi jamoasi ishtirok etish uchun keldik. Biz bu musobaqa uchun ancha tayyorgarliklar ko'rdik. Albatta biz birinchi o'rinda olishga harakat qilamiz. Musobaqa shartlarini uyushqoqlik bilan boshlab olgan ishtirokchilar jismoniy, ma'naviy, ma'rifiy shart bosqichlarini zo'r g'ayrat va shijoat bilan bajardi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni tegishli qaror va farmonlariga asosan yoshlar ongida milliy qadriyatlarni singdirish, yoshlarga berilayotgan imkoniyatlarni to'laqonli anglash va ularga o'z kuchini ko'rsatish maqsadida ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi hamda qo'shimcha kuch tuzilmalar bilan birga hamkorlikda viloyatdagi ixtisoslashtirilgan maktab, internat maktab o'quvchilari o'rtasida Turon yo'lbarslari ikkinchi bosqich tashkil etildi va hozirda olib borilmoqda. Bu musobaqamiz shartlari juda ham qizg'in tarzda amalga oshirilyapti. Maqsadimiz viloyatdan g'olib bo'lgan jamoamiz ham respublika bosqichiga chiqqanda g'olib jamoalar qatoriga qo'shilib, belgilangan sovrindorlar qatorida bo'lishini tarafdorimiz. Yakuniy natijalarga ko'ra Termiz shahar birinchi ixtisoslashtirilgan maktab-internatining Elparvar jamoasi birinchi o'rin, Termiz shahridagi Prezident maktabining desantchilar jamoasi ikkinchi o'rin, Denov tumani ikkinchi ixtisoslashtirilgan internat maktabining Denov yo'lbarslari jamoasi uchinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Musobaqa so'ngida g'olib jamoalar hamkor tashkilotlar tomonidan diplom, kubok, medal va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.